xabaringlar bor. Yaqinda video qo'ygandim. 55 razmer oyoq kiyimda kim topilsa mehmon qilaman degandim do'stlar. 58 razmer. Buxorodan tashlab yurganlar. Bo'yi 2.12. Вообще bunaqasini ko'rmaganman to'g'risi. Endi mana qo'limda hozir bu 57 bu. Kiydirib ko'ramiz. Aka qani mana Buxorodan tashlab yursiz, hozir yana ko'p gaplashamiz. 6,5 million prosmotr bo'ldi. Odamlar shunaqa shov-shu bo'ldiki, endi hozir bu videoga albatta like bosib qo'yasizlar. Shu akamiz biz uchun Buxorodan tashlab yurdilar. Buxoroda kuchinglarni ko'rsatib qo'yinglar. Ves O'zbekiston. Ketdi aka. Mana shuni kiyib ko'rasiz. Bu 57. Agar sig'masa, haqiqatda 58. Kichkinami? Rostdan. Rostdan kichkina. Yo'q-e? 57 ham kichkina. Sig'madi. Voy, gap yo'q do'stlar, xuddi zo'g'ishga o'xshab oyoq kiyim anaqa qilib. Endi qaranglar. Oyoq kiyim oling. Do'stlar, mana. Meniki bilan bitta solishtirsanglar, meni ikkita oyog'imni qo'yar ekanman, mana. Ikkita oyog'imni qo'ysam, yetyapti, gap yo'q. Qoyil. Ismingiz nima? Ruslan. Ruslan. Nima sport bilan shug'ullanasiz? Gambol. Gambol, a? Yoshingiz? 13. Yosh 13 da 58. Hozir oyda